İkinci bab, ögünüş balığa yük bop kalmasın. Balla ögünüştün dep azaplanmaslık lazım. Çünkü ögünüşte toğru yetekçilikке nail bulalmagan balalarla azap çekidi. Demek atalar bu cehetki düşüncesi bilen usulini astılı özgertiler balalarının ögünüşü köngüllük iş kaylandı. Balının savadını çıkarış kıyın iş memes. Kızımның qısqıgını vaqtda şunçuvala nurgun xatni ögünü vaqalıqı əməliyyatı naid addi və təbii cəryan. Şundaqla san özgürüşünün sifət özgürüşüge 3 cəryan idi. Bunu yanıla tərbiyyənin şərabiti və anlıq, ansız rəvişdə kullanğan durus tərbiyə usulunun məhsuli deyiş mümkün. Qızım 2-3 yaş vaqtıdla neçə min xətni ögünü vaqan aqılçaqlardan əməs idi. O çaqlarda mən onun atayan xət ögətməyən, hətta xət tanış kartını məpəməyən idim. Amma qızım 6 yaşını toşqusub məktəb kirişdikə yana yarım yıl qalğanda nurgun xətlərini ögünü ölüb bizni tuyuqsuz hayran qaldırğan idi. Bir gün o bana burunqidek hikaye oqub bər deb esləvamay, quluğa kitabdan birini elib küçük tili bilan həcələb oqudi. Bunu görüb Mekki Çaşqan jurnalının yangi sandan birini onunğa uzatıb, "Qani oqub beriңa qızım, anlap baqay" dedim. O jurnalni qo'liga olib həcələb oqishga başladı. Bunu görüb qızımni chin dilimdan maqtab ketdim. Xat tunub kitap o'qishning tunji lazzati bilan ko'ngli ovungan qizim shundan boshlab kitap o'qishga bara-bara berilgil turdi. O kitap o'qish jarayonida yangi xatlarni ko'plab egallab oldi. Buning bilan qizimning tuniydigan xatlari kundan-kunga ko'paydi. Aradan necha oy o'tgandan keyin qizim boshlang'ich maktabning 1-yiliga kirdi. U 1-yillikning til adabiyot darsigidagi tekstlarni sharhlatib o'qiy oladi. Qizim maktabga borgan tunji kuni kechda maktabdan taqatgan darslarni olib keldi. O öy kelibla bu xisdagi darslarni hayajon bilan bir-birlab shirayt etdi. Dadasi konu kalendar bilan qizimning darslarini birma-bir muqovladi. Qizim yonda o'tirib til adabiyoti kitobidagi tekstlarni boshdan oxir o'qib chiqdi. Qizimning kitobni zo'q-sho'q bilan o'qib ketishlaridan uning boshlang'ich maktab bolalarining savad chiqarish o'tguldan to'ymay o'tib ketganligini sezdim. Qizimning boshlang'ich maktab kirgan chog'dagi xat savodi 3-yillikda o'qiydigan bolalarnikiga barobar edi. Mö'jizaga o'xshab ketadigan bu ish muallimlarni hayron qoldirdi. Buning men intayin xushal bo'ldim. Ammo men shu narsa bash qo'ldek ayonki, qizim odatdagi bolalardan edi. Qizimning qisqagina vaqt ichida shunchalar xatni o'rganib olganligi amaliyotda nihoyat oddiy va tabiiy jarayon. Shundaqla son o'zgarishning sifat o'zgarishiga o'tish jarayoni edi. Buni yanada tarbiyaning sharofati va angliq, angsiz ravishda qo'llanilgan durust tarbiya usulining mas'uli deyish mumkin. Texmi nurg'un bolaning qizimga o'xshash osonlik savad chiqarib olishiga yordam bo'lib qolar degan bu niyatda bu jihatdagi ba'zi bir qo'llangan usullarimni o'qirmanlarga ancha-muncha so'zlab bersam bo'g'dak deb qoldim. Bu yasli yoki boshlang'ich maktablarining savad chiqarishiga emas, savoq chiqarishida emas, hatto umrlik o'rganishdimi ijobiy rol o'ynab qolsa ajab emas. Mening usulim amaliyotda nihoyat oddiy. Masalan, men bolaga hikoya aytib berish uchun tunji qatim kitobni qo'limga olgandan boshlabla kitobdagi hikoyani so'zlashni emas, balki kitobdagi bo'yicha o'qishni odat qilganman. Ya'ni kitobning mazmunini bolalar tiliga aylantirib so'zlamay, aksicha kitobdagi bo'yicha aynan o'qib beratdim. Menimcha oq qog'ozdagi beg'ubor bolalarga nisbatan har qanday so'z yep-yangi termin hisoblandi. Shunga bolalarga gapni ommaboplashtırib qilish bilan ommaboplashtırmay deb berish mohiyatda o'xshash. Masalan, amdilatdan tili chiqqan bola bo'ri bexaraman sayohat qilyotdi degan so'z bilan bo'ri asta mengib yuratdi degan jumladagi qaysisining qiyin ekanligini bilmaydi. Shunga bolalar odatda nimani o'rgatsak, shuni o'rgandi. Ba'zilar bolaga hikoya aytib berganda bolani tushunmay qolmasin deb hikoya mazmunini bolalar tili bilan oddiylashtirib deb beradi. Menimcha bunday qilishning hojati yo'q. Qisqasi bolalar har qanday narsaga nihoyat hirismanlik bilan qaraydi. Shunga o'qib bergan hikoya bilan so'zlab bergan hikoya bolalarni o'xshashla maftun qila oladi. Qizimga hikoya o'qib berishni u yoshiga yetishdan burun boshlaganman. Shu chog'da bola davatqanlarimni tushundimi yo'q, bunisi menga qorong'u. Ammo har qatim kitobni qo'limga olib o'qiganda qizim butun zehni bilan berilib anglaydi. Anglagan sari xushallikdan ko'zlari paqirab ketadi. Elib kelgan kitoblarni qizimga xatma-xat o'qib berganimda, u eg'izini o'minliginicha men o'qigan har bir so'zni meni do'rab takrorlaydi. Gohida kitobni qo'liga olib berib o'zicha o'qib ketadi. Qizim 1 yosh 8 oylik bo'lgan chaq edi. Bir kuni erimning xizmatchisi bizning uyga kelibdi.
Qizim o kişinin yanında durup özüge hikaye sözü keltirdi. Aslida u qo'lidagi Sat Ödək degan kitobni berilib o'qiyotdi. Bulupmu o kitobdagi tanha qolgan ödək cho'jisi daryo bo'yida mayus ketib boradi degan so'zlarni barmoqi bilan ko'z tutib turib xatma-xat o'qiydi. Qisqasi uning og'zidan chiqayotgan gaplar kitobdagi bilan o'pma o'xshash edi. Erimning xizmatdoshi buni ko'rib qizimni savodini chiqib bo'lgan o'xshaydi deb hayron qoldi. "Nadikini?" dedim men kulib turib. "Men o'qib berganda udulluq yodlab ekan, shuni do'rayotidi." Shu chaqlarda qizimda texi yeziq eng yetilmagan bo'lg'ashqa eg'izdan chiqayotgan so'z bilan barmog'ida ko'rsatilayotgan xat o'tirsida qanday munosabat borligini bilmaydi. Uning kitobdagi xatlarni barmog'i bilan ko'rsatib o'qishi mening uningga kitob o'qib bergan chog'dagi ovozim bilan harakatimni aynan do'rgan edi. Demak, men qizimga hikoya so'zlab berishda kitobdagi mazmunni ana shundoq aynan va hissiyot bo'yicha o'qib berishni asos qildim. Degandekla kundan kunga cho'ng bo'layotgan qizimning vujudidan balga og'zaki so'zlab berganning o'rniga kitobni aynan o'qib bersimi, uning mazmunini to'liq tushunib olishiga qilcha ta'sir etmaydiganligini, aksicha bu orqali balga yangi so'zlarni ko'plab o'rgatib bo'ldiganligini bayqadim. Shunlashqimi qizim o'ylaganini shuningga loyiq terminlarni joyida ishlatib to'g'ri ifodalaydi. Boshqa bolalardek "Hiliqi nima qilib" deb duduqlab yurmaydi. Onun üstüge bu jarayonda qizim asta-asta xat tunishga boshladi. Bundan bolaga ko'p kitob o'qib berishning haqiqatan foydali ekanligini texim his qildim. Dastlabda qizimga kitobdagi har bir xatni bigiz barmog'im bilan ko'rsatib turib o'qib beratdim. Bara-bara qizim kitobdagi xatlarni barmog'i bilan ko'rsatadigan, men qizimning ko'rsatgani bo'yicha birin-birlab o'qib beradigan bo'ldim. Natijada qizim yoziqning rolini his qilib, eg'izdagi chiqayotgan gaplar bilan kitobdagi xatlarning o'zaro bog'lanishib ekanligini bilib oldi. Bunun bilan bolalarning nazarida imir-chimir siziq hisoblanadigan yeziq qizimning ingida mazmunliq, qiziqarliq va jonliq hikoyalarga aylandi. Qizim bilan talos tuziga chiqqan chog'larimda ko'zga cheliqqan xatlarni uningga udulliq o'qib berib, mazmunni savrchanlik bilan tushuntiratdim. Misolan, qarang, vokzaldagi to'xtaga tamoq chekmang deb yozib qo'yibdi. Uchu bu yerda odam ko'p, havo shalang, shunga tamoq cheksanglar bo'lmaydi degani. Vaqtning o'tishi bilan Qizim ko'zga cheliqqandagi xatni o'qib beqishga odatlandi. Qizim 5 yoshga kirishdan burun xatlarni sistemalik o'rganmagachga kitobni mustaqil o'qiy olmaydi. Shunga kitobdagi mazmunni uningga deb beratdim. Qizim 5 yoshga kirgandan keyin aldirash bo'lib qolgan chog'larda uningga "Qizim, kitobni oldi bilan o'zingiz o'qib beqing" deydigan bo'ldim. Qizimmi bunga nihoyat tez odatlanib, kitobni o'zi o'qiydigan bo'ldi. Bola kitobning mazmuniga o'tdek qiziqqachqa kitobdagi bildigan xatlarni bir-birlab qo'shib, hajlab o'qib, o'zicha xush bo'lib ketadi. Bundaq chog'larda men "Voy qizim, nurg'un xatlarni o'rganib olib kitob o'qiy oladigan bo'psiz" deb maqtaydim va u o'qimaydigan xatlarni bir-birlab o'qib beratdim. Shuningdan keyin mustaqil kitob o'qishning lazzatidan qalbi hayajonga to'lgan qizim kitob o'qishga kirishib ketdi. Kitobni o'qigan sari uning bildigan xatlarimi ko'payib bordi. Qizim 2-yilga chiqqan yili kitob o'qishda to'liqsiz o'tir maktab bolalarining saviyasiga yetdi. Shunga sinfdagi bolalarning hammasidagidek butun zehni bilan xam xat mashq qilayotgan chog'da qizim roman o'qiydi. Durust. Qizim mu hamishdagidek ba'zi xatlarni xato o'qib so'ratdi. Shunga uningga "Voy chalmollam" deb chaqchaq qilib qo'yatdi. Uning hamisha bilmagan xatlaringizni dadangizdan so'rang deb eskartib tursammi, u hikoya qiziqib ketgachga bilmaydigan xatlari hikoya mazmunining izchilligiga ta'sir yetkazmasla so'rmay o'qiyveradi. Men uning rayiga baqdim. Natijada kitobni ko'p ko'rgan sari xato o'qib qo'ydigan xatlarmi borgan sari azaydi. Qizim 10 yoshga kirgan yili boshlang'ich maktabni bitirdi. Shu chog'da u Jinyoning Pallolar haqidagi 14 qismliq 30-40 parcha romanini, Jing Yuanjining Yurishlik bolalar cho'chaklarini, chet el romanlaridan Jin Er bilan Robinsonning sargardonlik kechirmishlarini, Jungoning klassik asarlaridan Qizil ravaqdagi tushni o'qib bo'lgan edi. Uningdan boshqa u o'qib chiqqan bolalar adabiyotiga oid kitoblar va turli gazetali jurnallar haddi hisobsiz edi. Qizim kitobni ko'p o'qib, ozdir ko'pdir tushunish iqtidorini yetildirgachkimi, darslarda a'loch edi. Hargizmi qiynalmaydi. U 2-yillikni bitirgandan keyin sinf atlab 4-yillikqa kirdi. Shundaqdimi u sinfdagi a'lochi bolalarning qatorida bo'ldi. Sinfda uning yoshi hammadan kichik bo'lsa-mu, o'zini tunish, masalalarni tushunish jihatda uningdan bir qancha yosh cho'ng bolalar bilan barobar edi. Qizim boshlang'ich maktabning 4-yiliga chiqqan yili uningga Jungo umum tarixining ko'nicha xatti tikkiga tizilgan
ballar nusxasini birini ilib berdim. İkimiz hamisha maxsus vaqt ajratib bu kitobni birga o'qiydik. Qizim ko'nichi xatni bilmagachga dastlabda uningga xatma-xat o'qib berdim. Kitob yarımlashgandan keyin ko'nichi xatlar qizimga asosan yuchu tuyulmaydigan bo'ldi. Shunday qilib kitobning qolgan yarmini o'z mustaqil holda o'qib tugatdi. 2008-yil chaqirilgan mamlakat xalq qurultayida vakillardan biri boshlang'ich maktab bolalariga ko'nichi xatni o'rgatish haqida taklif sunibdi. Keyin bu ishni axborot vositalari xabar qilgan edi. Menimcha bu vakil nihoyat yaxshi o'ylabdi. Lekin ko'nichi xatni o'rgatish ishi rostila boshlang'ich maktabning darsi tutilsa, hozirgidek savod chiqarish odatiga o'rganib ketgan bolalar uchun og'ir emasmi? Uning ustiga hozir bolalarning yuki bakmi og'ir. Bu qiyinchilikni asosan bolalarning darsdan sirtqi oxiri chiqmas kurslar paydo qilyotidi deb qaralsa-mu, menimcha masalaning negizi navbatga o'qitish usulida. Misolan, bolalar xam xatlarni o'rganishda asosan degidek xatlardan darslik mazmunlar bilan cheklandi. Har bir xatni 10-20 qatimlab yozish mashq qildi. Bundaq har bir xatni yegana o'rganish usuli odatda bolalarni nurg'un jafo chekishga majbur qilganning ustiga degandek unum berolmaydi. Hozir bolalar oddiylashtirilgan xatlarni o'rganib bo'lolmay qiynalayotgan bo'lsa, ko'ni xatlarni o'rganishga ro'y borarmi? Qisqasi heliqi vakilning taklifi bolalarning qarshilig'iga uchraydi degan gap. Ko'ni xatlarni o'rganmasimi bo'ladi demoqchi emasman. Masalaning tugini o'rgataman deb bolalarni zo'r turib qo'ymaslik. Qizimni tarbiyalash jarayonida shu nuqtani tunib yetdim. Bolalarga xam xat o'rgatishni odatda kundalik turmush halqalariga singdirib, kitobni ko'proq o'qitishni asos qilganda uning unumi nihoyat yaxshi bo'ldi ekan. Bolam zerikmaydi ekan, ota-onaga og'ir kelmaydi ekan. Ba'zilar maktab yoshiga to'shmagan bolam muncha xanzucha xat biladi, munchalik ingliz xam xatlarni so'zlarni yodlab bo'ldi deb maqtandi. Ammo ular bolalarga xam xat yoki xam so'zlarni o'rgatishda birdiva xat kartasi yasash yoki ingliz xam so'zlarni uyning 4 tamiga olib qo'ymay choplatish usulini qo'llandi. Bundaq usulning qanchalik unumi bo'lar? Hozir qurilayotgan baldur tarbiyalash apparatlari samandek. Holbuki bundaq apparatlar qo'llanayotgan baldur tarbiyalash odatda bolalarga bir muncha xat, harf va yoki xam so'zlarni o'rgatib qo'yish bilan cheklandi. O'rganishda harflarni o'yin personajiga aylantirib, bolalarga o'sha harflarni rol aldirish, so'zlarni ba'zi bo'g'imlarini bolalarga unlik o'qitishga o'xshash xilma-xil usullarni qo'llansimi, u mohiyatiga xat va so'zlarni yakkagona o'rgatishdan iborat. Amerikalik psixolog D.B. Ausober Maarif psixologiyasiga ma'nan o'rganish uqumini singdirish bilan muhim tuhfa qo'shgan olim. Ma'nan o'rganish amaliyotda shaklan o'rganishning aksi. D.B. Ausober mundaq yakunlaydi. Ma'nan o'rganish shakli o'rganishga qarama-qarshi bo'lganligi bilan qimmatlik. Chunki shaklan o'rganishda bolalar qilchi ma'nosi bo'lmagan bo'g'im va unga moslashtirilgan sifat so'zlarini mexanik yodlaydi. Uning ustiga o'sha bo'g'im va sifat so'zlari bilan odamning bilish qurilmasida shakllanib bo'lgan har qanday ong o'ttirsida mohiyatlik bog'lanish bo'lmaganligi uchun undaq mexanik o'rganishning unumi mutfam bo'ladi. Bir necha kun ilgari gazetdan bunda bir xabarni ko'rdim. 4 yoshli bir bola 2000 xanzucha xatni o'rganib bo'pti. Aslida bu bolaning buvisi uyning 4 tamiga xat yozilgan kartlarni choplab ekan. Bola osh kartlarga xatlarni bir-bir yodlaydi ekan. Chet el tili o'rganib boqqanlar bilsa kerak, nuqul yegana so'z yodlab o'rgangan odam oson unutib qoldi. Aksicha kontekst orqali o'rgangan xam so'zlar odamning yodidan chiqmaydi. Şunu bal nurgun xatni o'rganib olgani bilan biror parcha kitobni ko'ngil qo'yib o'qishga kirishmasam, uning qilcha ahamiyati bo'lmaydi. Yana kelib savod chiqarish bilan kitob o'qish bir-biridan ayirib etilgan o'rganish usuli bolalarni xat o'rganishga qiziqtira olmasdan, balki ularning o'rganish ishonchini bo'shashtirib etadi. Russo mundaq deydi. Kishilar bolalarning savodini chiqarib ularga kitob o'qishni o'rgatishning qara kelgudek usulni tepish yo'lida jafoliq izlanadi. Cümledən ba'zi harf kartasi, xat kartasi deganlarni ixtiro qilyotidi. Yana ba'zi bolalarning hujrasini bosmaxonaga aylantirib qo'ydi. Ah, bechora bolalar. Bolalarga mos keladigan muvofiq o'rganish usuli unumli usul hisoblandi. Nabop usulni qo'llanganda aslidagi oddiy ishlar murakkablashib ketib, armonga tushliq natija qozong'il bo'lmaydi. Shunga bola tarbiyalaganda
Kargı keldiğen usullarını қолданaylı. Nabop usulunu zürriyet bilip, işini buzup koymaylı.